Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan vinegret tayyorlaymiz. Kimga retsept qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir buni pakamiz pishirishga qo'yamiz. Mana vinegret salatimizga hamma narsani pishirib, tozalab qo'ydim. Tayyor qilib qo'ydim. Vinegret salatimizga sho'r bodring va sho'r karam, tuzlangan karam kerak bo'ladi. Va piyoz. Keyin garoshik. Endi qizil lobya qo'shiladi вообще vinegretga, lekin men garoshik yaxshi ko'rganim uchun ichiga garoshik qo'shaman. Endi tabga ko'ra kimga yoqsa qizil lobya qo'yishlaring mumkin, kimga yoqsa garoshik. Vinegret salatimizga hamma narsani mayda-mayda, kubik-kubik qilib to'g'rab olamiz. Qancha mayda bo'lsa, shuncha zo'r chiqadi, salatlarning sochni chiqadi. Iloji boricha mayda-mayda kubik qilib to'g'raysizlar. Mana kartoshka, lavlagi, sabzi hamma narsani mayda kubik qilib to'g'rayapman. Shunaqa ko'ringan bo'lsa kerak sizlarga. Mana. Takже piyozni ham mayda va ingichka kubik qilib to'g'raysizlar. Endi buni ichiga moy qo'shamiz. Keyin kitayskiy tuz va oddiy tuzdan endi bilmam tapga qarab qo'shaverasizlar. Va yaxshilab endi aralashtiramiz buni. Yaxshilab aralashtirib bo'lib xolodilnikka olib qo'yasizlar. Yerda bir 40 minut turish kerak, tuzlari singib, moylar singib, lavlagining rangi chiqib, chiroyli bo'lib qoladi. Hammaga yoqimli ishtaha.